Salom do'stlar, sizlar bilan Master Shoh va bugun sizlar bilan ajoyib o'yin o'ynaymiz. Ya'ni mana bu Clash Royale. Bunda mening akkauntim bor. Yana Clash Royale o'ynovchilar bo'lsa, yozsin. Birga bir qo'shamiz, nima bo'lsam. Qani go. Demak, o'yinga kirib olamiz. Bu o'yinni bilmasangiz, ana endi bilib olasiz. Bu Clash Royale o'yini Clash of Clans o'yiniga o'xshab ketadi, lekin o'ynalish boshqacharoq desak ham bo'laveradi. Yangilandi, internetli albatta. O'zbek klanlar ham juda ko'p va birortasiga qo'shilsam birga bir o'ynar edik. Demak, kunlik bonuslarni olib olamiz. Yaxshi, endi men mana shularni ishlataman va o'yinni boshlaymiz. Camping. Let's go. Oginferno. Qani boshladik o'yinni. Mana chaqaloq ajdar qo'ydim. Tomonga bunaqa. Mana bundan bitta ketaman endi. Bemalol ketaman. Let's go. Hop. Mana gigantni qo'ydi, 8000 lik. 8 ta eliksir. Mana bularni qo'shing. Yo'q. Mayli, yaxshi ketyapti. Afsuski, orqada qolib ketdik. Deb qo'rqaman. Xo'sh. Yaxshi ketyapti hozircha. Endi esa mana bu ko'rib turganingiz juda ham ajoyib o'yin xullas. Yaxshi, hozir mini pekkani qo'ydi. Mini pekka esa hech nima qila olmayapti. Menimcha u oldinda mendan haliyam. Va mana shu ikkalasini qo'yaveramiz. Mana shu ikkalasi eng tezkor va kuchlilari deb tan olaman. Yo'q. Afsuski unda menikidan ham kuchlisi bor ekan. What the hell? Olga. Yaxshi. Qarang. Yaxshi. Juda ajoyib. Biz oldinga yetib oldik. U bitta qalamni yo'q qildi, men esa uning ikkita qalasini yo'q qildim. Endi esa ajoyib tarzda yutamiz. 2-1-0 va yutdim. Yaxshi. Yaxshi o'ynading debdi. Men rahmat deb qo'yaman va chiqib ketaman. Endi esa sizlar bilan yana bir turini o'ynaymiz. Ya'ni hozir sizlarga ko'rsataman. Shunchaki bonuslarni olib olish kerak. Ming so'm.
Qani klanlarga kirsak, umuman klanga qo'shilmaganman, shunchaki qo'shilmaganman xolos. Qo'shilsam ham bo'ladi, farqi yo'q. Va kubikka kiramiz. Kubikda har xil turlari bor. Masalan, 2 rejim. Mana shu 2 rejimda o'ynayman men hozir. Demak. Va tamom. Mayli, sizlar uchun bir boshqachalarni olay. Mana shu ham yaxshi o'yinchi. Keyin yana bizga kerak bo'ladi. Mana bular. Yo'q, mana shular. Ketdi. Demak, bizda bor Goblin Gang, har xilcha. Mana bu boltachi, o'tinchi, bu bilmayman. Hozir xullas ko'rasizlarda. Mana buni bu yoqqa qo'yib, buni bu yoqqa qo'yamiz. Yaxshi. Let's go. Spielen va o'yin boshlandi. Va nihoyat mening hamkorim esa Lata ekan ismi. Birdan boshlab olish shart emasdi. Mayli. Yaxshi. So'ng ketyapti. Ko'rinishlarini yutqazyapman. Meni bilan tezroq o'ynashdi. Yutqazdik. Xullas do'stlar, bu qanday nima desam bo'ladi? Omadsizlik bo'ldi xolos shunchaki. Endi esa yana bir marta bitta o'yinni o'ynaymiz va shu bilan sizlar bilan xayrlashaman. Videoyimiz esa allaqachon necha daqiqa? 7 minut, 7 daqiqa bo'ldi. Endi esa oddiy kubikka kiraveramiz. Mana bular har xil turlari bor. Endi bularni o'ynash menga yoqmaydi. Men shu yoqyapti hozir. Va o'yinni boshladik. Yaxshi. Demak, birinchi o'rinda bizda log kerak emas narsalar bor. Mana boshlash uchun mana shu ham ancha yaxshi tanlov hisoblanadi. Va juda ajoyib. Yo'q. Bu lekin ancha yomon bo'ldi. Mayli. Davom ettiramiz. Buni berib qo'yamiz. Yaxshi. Yutqazyapmiz. Bilibman, lekin hozir shunday kuchli hujum qilaman, hech nima qilolmay qolaman. Qani ket. Kutamiz. 9 ta eliksir bo'lsa, yog'i o'zi men hisobimga ketadi. Mana 1, 2, hop. Ket. Tamom. Qarang. Hop. Ana boshlandi. Buni mana bu yerga qo'yamiz. Qaranglar, o'z joni yo'q o'zi. Umuman yo'q. Yaxshi, juda yaxshi. Endi mana bu yerga Baby Dragon. Keyin esa mana buni shunday qo'yamiz, tezlashadi. Yaxshi. Demak, u boshqacha dragon qo'ydi. Bu dragon olov purkab turadi. Agar qancha ko'proq vaqt purkasa, shunchalik tez jonni oladi. Hali yaxshi ketyapti. Yana hozir hujum qilaman. 9 eliksir va let's go.
Yo'q, bo'lmay qoldi. Bu hujum bo'lmay qoldi. Lekin bo'lyapti. Yaxshi. Yana bitta. Ana. Endi o'zi portlaydi. Ketdi. Ko'rinsizlarmi? Bilaman-da men. Mana shu zapis tepada turish uchun eng qulayi. Let's go. Yaxshi va endi mana evolyutsion darajaga keldi mana bu. Endi hujumni boshlaymiz. Haqiqiy hujum. O'rtadan esa spletlar. Yaxshi. Bu tomondan hujum qilyapti bizga. Ko'rmay qoldim. Mayli, shunaqami. Mana shu elektrlar ham kuchli, anchagina. Ko'rinsizlarmi? Yutaman. Agar yana davom etganida men yutardim. Yaxshi o'yin deyapti. Rahmat. Nima deyapti bu? Men ham shunday qilaman. Endi hozir sizlarga ko'rsatsam, mana shuncha emotsiya bor. Emotsiyalar to'lyapti. Xullas do'stlar, mana shu bugungi video mana shu haqida edi. Keyingi video qanaqa o'yin bo'lishi haqida kommentlarga yozib qoldiring. Xullas, kommentga eng birinchi yozib aytilgan o'yinni men o'ynayman. Bir marta yoziladi, bir kishi yozadi, farqi yo'q. O'sha o'yinni eng birinchi yozilgan bo'lsa, o'shani o'ynayman. O'ynab video qilib chiqaraman. Demak, bonuslarni olib olay hozircha. Nima uchun ishlamayapti bu? Xo'p, mayli, mana buni bosganimda negadir ishlamayapti. Xullas, chiqamiz. Hammaga xayr. Siz Master Shoh kanalida edingiz va keyingi videoda qaysi o'yinni o'ynashimni kommentga yozib qoldiring. Eng birinchi yozgan kommentdagi o'yinni o'ynayman. Hammaga xayr. Obuna bo'lib qo'yamiz, like bosamiz. Pulli emas, to'g'rimi?